Dunyoning ishlari. O'tkir Hoshimov. Xiyonat. Hali maktabga qatnamasdim. Mahallamizdan 2 chaqirimcha narida allaqanday bolalar uyi bor edi. Katta bolalarning aytishiga qaraganda o'sha yerda tez-tez kino bo'lib turar ekan. Bir kuni akalarim qo'shni bolalar bilan pichir-pichir qilishayotganini eshitib qoldim. Eshitdinglarmi, bugun kino kelarmish. Urush kino ekan. Akalarim kinoga borsa men qarab turarmidim? Men ham boraman, dedim qaysarlik bilan. Bo'pti, borasan, aytgan ishlarimizni hammasini qilsang boramiz. Shu kuni nima yumush buyurishsa, oyog'im 6, qo'lim 7 bo'lib yugurib yurdim. Yong'oqqa bog'lab qo'yilgan echkini 2 marta sug'ordim. Hovlidagi supaga to'shalgan, bo'yra ustiga yoyilgan turshaklarni qush talamasin deb qo'riqlab o'tirdim. Hatto rogatkamning rezinkasini uzib, ukamga ishton bog' qilish uchun berdim. Kechqurun qulog'imni ding qilib turgan edim, ko'chada qo'shni bolalar chaqirib qolishdi. Akalarimga ergashib yugurdim. Akamning Damin degan o'rtog'i meni ko'rib so'radi. Sen qayoqqa? Kinoga, dedim ishonch bilan. Damin o'ylanib qoldi. Bo'lmasa botinkangni kiyib chiq, dedi oyog'imga qarab. Hammamiz yalang oyoq edik. Botinkani nima qilaman? Devordan oshib tushamiz, bildingmi? Birdan Daminning jahli chiqib ketdi. Qorovul quvlasa yantoqzordan qocha olasanmi? Chop, kiyib chiq, biz kutib turamiz. Otilib hovliga kirdim. Oyim cho'nqayib o'tirib, echki sog'ayotgan ekan. O'tirgan joyida shu saratonda botinka nimaga kerak bo'lib qolganini surishtirdi. Kerak, dedim nafasim tiqilib. Oyimning javobini ham kutmay bostirmaga yugurdim. Eski lash-lushlar qalashib yotgan sandiqni kavlashtirib, poshnasi qiyshayib ketgan botinkamning bir poyini topdim. Aksiga olib ikkinchisi yo'q edi. Hamma yo'g'ini ag'dar-to'ntar qilib tashladim. Mana nihoyat ikkinchisi ham topildi. 2 poy botinkani 2 qo'limda ushlagancha ko'chaga chopdim. Chiqsam, akalarim ham bolalar ham yo'q. Meni kutishga va'da bergan Damin hammani boshlab ketganini tushundim. Yalangoyoq tuproq sachratgancha katta ko'chaga yugurdim. Yo'q, hamma yo'q, jimjit edi. Hovliga qaytib kirdim, u botinkalarni yerga uloqtirgancha yig'lab yubordim. Ilgari hech qachon bunaqa alam bilan yig'lamagan bo'lsam kerak. Oyim qo'rqib ketdi. Nima bo'ldi? Dedi tepamga kelib. Meni aldashdi. Kim, nimaga? Aldashdi. Boshqa gap ayta olmasdan nuqul shu so'zlarni qaytarar, yer tepinib yig'lar edim. Aldashdi. Oyim sut hidi anqib turgan qo'llari bilan peshonamni siladi. Qo'yaver o'g'lim. Ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi. U bir zum jimib qoldi-da, sekin qo'shib qo'ydi. Faqat o'zing bunaqa qilmagin, xo'pmi? To'rtinchi sinfda o'qiyotganimda yana bir voqea bo'ldi. Bir sinfda o'qiydigan, bir partada o'tiradigan bir o'rtog'im bor edi. Uning dadasi urushdan qahramon bo'lib kelgan. O'zining oti ham qahramon edi. Otasi qahramon bo'lgani uchunmi o'qituvchilar uni yaxshi ko'rishardi. Maktabimiz hovlisida yong'oq ko'p bo'lardi. Katta tanaffusda o'qituvchilarning ko'zini shamg'alat qilib yong'oq qoqardik. Faqat issiq xona yonidagi yong'oqqa kesak otishga hech kim jur'at qilmas. Oyna sinsa oqibati yaxshi bo'lmasligini bilardik. Bir kuni katta tanaffusda qahramon o'sha yoqqa boshlab qoldi. Qo'ysangchi, dedim uning qo'lidan tortib. Teplisaning oynasi sinadi. Shunaqa qo'rqoqmisan? Qahramon kuldi. Bunday qilamiz. Sen qarab turasan, men qoqaman. O'qituvchi ko'rinib qolsa hushtak chalasan. Yong'oq hech qoqilmagani uchun bo'lsa kerak, g'uj-g'uj bo'lib yotardi. Qahramon bir kesak yotgandayoq 10 tachasi duv etib to'kildi. U 2 cho'ntagini to'ldirib oldi-da kattaroq kesakni olib yana otdi.
Bu safar mo'ljali xato ketdi shekilli, qars etgan tovush eshitildi. Teplitsa oynasi chil-chil sindi. Nima bo'lganini anglab yetgunimcha qahramon lip etib g'oyib bo'ldi. Shu payt birov qo'limdan mahkam ushlab tortdi. Qarasam, sinf rahbarimiz, maktabdagi eng badjahl o'qituvchi shu edi. Qo'rqib ketdim. "Nima qilding?" deb so'radi u darg'azab bo'lib. U qo'limni qo'yib yubormay sudrab ketdi. O'qituvchilar xonasiga olib borsa kerak deb battar qo'rqib ketdim, biroq u idoraga emas, sinfimizga yetaklab kirdi. Qiy-chuv qilayotgan bolalar bir zumda jimib qolishdi. O'qituvchi partalar orasidan yetaklab o'tib, meni doska oldiga turg'azib qo'ydi. Sekin qahramonga qaradim. Begunohgina bo'lib derazaga qarab o'tiribdi. "O'rtoqlaringni oldida ayt", dedi sinf rahbarimiz dona-dona qilib. "Hozir nima qilding?" "Hech nima", dedim yerga qarab. "Teplitsani kim sindirdi?" "Bilmayman." "Bilmaysanmi?" O'qituvchi qahri bilan ovozini balandlatdi. "Bo'lmasa Pushkin tosh otdimi?" Tomog'imga bir nima tiqilib turar, gapirsam yig'lab yuborishimni bilar edim. "Kim?" dedi o'qituvchi battar g'azablanib. Labimni tishlagancha bosh chayqadim. "Mana bu", dedi u barmog'ini menga nuqib. "Qilg'iliqni qilib qo'yib tonyapti." Uning ovozi birdan pasaydi. "Bolalar, uning yong'oqqa tosh otganini hech kim ko'rmadimi?" Iltijo bilan o'rtoqlarimga qaradim. Hamma jimjit edi. "Senchi?" dedi o'qituvchi ovozi tovlanib. "Sen ham ko'rmadingmi, qahramon?" Qahramon sekin o'rnidan turdi. "Ko'rdim", dedi ming'illab. "O'zi otdi." Ko'z o'ngim qorong'ilashib ketdi. Uning nima deyotganini yaxshi eshitmas, faqat bitta gap qulog'im ostida jaranglab turardi. "Ko'rdim, o'zi otdi." Xayriyat! O'qituvchi bosh silkidi. "Oranglarda hech bo'lmasa bitta mard bor ekan. O'tir, qahramon." U menga yuzlanib davom etdi. "Sen yolg'onchisan. Yolg'onchi bo'lganing uchun qo'rqoqsan. Dadangga borib ayt, hoziroq oynani joyiga keltirib qo'ysin." Ko'zimga yosh quyilib kelar. Butun sinfga, butun maktabga eshittirib hayqirgim kelardi. "Men emas, o'zi otdi, o'zi sindirdi. Ishonmasanglar cho'ntagini qaranglar." Shunday degim kelardi-yu, negadir ovozim chiqmasdi. Sinfdan otilib chiqib ketdim. Ko'chaga chiqqandan keyingina yig'lab yubordim. Uyga kelib entika hammasini oyimga aytib berdim. Oyim boshimni silagancha ohista yupatdi. "Qo'yaver o'g'lim. Ba'zan shunaqasi ham bo'ladi, faqat o'zing unaqa qilmagin, xo'pmi? Ko'rdingmi, yolg'on gapirgani uchun o'rtog'ingni yomon ko'ryapsan. Agar yolg'on gapirsang, seni ham hamma yomon ko'rib qoladi." Talaba edim. Farishtadek go'zal, farishtadek pokiza bir qizni sevib qoldim. Oy sutdek yorug' nur sochgan oqshomlari uzoq sayr qilardik. Bizning o'z xiyobonimiz, o'z anhorimiz, o'z skameykamiz bor edi. Keyin negadir u mendan o'zini olib qochadigan bo'lib qoldi. Xayol suradi, ko'zini yashiradi. Aybim nimaligini bila olmasdim. Hasratimni eng yaqin do'stimga aytardim. Do'stim bilan tanaffus paytlari 4 tiyinlik talabalik somsasini bo'lishib yerdik. Paxtaga, hasharga chiqqanda bir kosada sho'rva ichardik. Biznikiga kelganida bir ko'rpada yotardik. Do'stim onamni oyi deb atar edi. Oyim ham uni 5-o'g'lim derdi. Shunday qilib hamma sirlarimni shu do'stimga aytardim. Do'stim ishning ko'zini biladigan yigit edi. "Qo'yavering", derdi u yupatib. "Qizlarning shunaqa noz firog'i bo'ladi. Nimaga noz qilayotganini o'zlari ham bilmaydi. Siz indamay yuravering, bir kuni o'zi bosh egib keladi." Do'stim to'g'ri aytardi. Men endi oqshom sayllari o'rniga kutubxonada o'tiradigan bo'ldim. Imtihonlar yaqinlashib qolgan edi. Bir kuni qiroatxona yopilguncha o'tirdim. Ko'chaga chiqdim, o'sha o'zimizning xiyobondan o'tkim keldi. Iliq yoz oqshomi edi. Osmonda to'lin oy pokiza nur sochar, yulduzlar xushchaqchaq porlar. Bog' ustida shabada shodon shivirlar edi. Suv bo'yidagi o'zimizning skameykaga yaqin keldim. Keldim-u juda tanish, juda jarangdor kulgini eshitib taqqa to'xtadim.
Bu kulgini bir chaqirim naridan ham tanirdim. Ichimda bir nima uzilib ketgandek bo'ldi. Xuddi o'sha joyda, yaqindagina men bilan o'tirgan skameykada o'sha qiz o'tirardi. Mening o'rnimda esa do'stim o'tirar, qizning yelkasidan quchib ko'ksiga tortar. Qiz esa undan o'zini olib qochgandek bo'lar. Mening bag'rimda qanday kulgan bo'lsa, uning quchog'ida ham shunday g'amza bilan jilpanglar edi. Odam bir yo'la ham muhabbatidan, ham do'stidan ayrilib qolsa og'ir bo'lar ekan. Uyga qaytdim, u hovli o'rtasidagi supaga muk tushib yotib oldim. Hozir hech kimni, hatto onamni ham ko'rishga ko'zim yo'q edi. Ancha yotdim. Bir mahal ko'cha eshik tomondan do'stimning ovozi keldi. Assalomu alaykum oyi. G'azabdan butun vujudim qaltirar, ammo o'rnimdan tura olmas, oyimning u bilan aylanib o'rgilib ko'rishganini eshitib yotar edim. Keyin uning xushchaqchaq tovushi eshitildi. "Ya, bizning o'rtoqqa nima bo'ldi?" Bilmayman, sakrab turib basharasiga musht tushirdimmi, yo ustimga egilganda urib yubordimmi? Shunisi esimdagi, u so'lagi sachrab ketgan labini artib, qandaydir g'ayritabiiy, behayo iljaydi-da, indamasdan chiqib ketdi. Nariroqda oyim karaxt bo'lib turardi. Negadir madorim qurib yana yotib qoldim. Osmonda xoin oy kezar, behayo iljaygancha harom nurini sochar. Xiyonatkor yulduzlar xoinlarcha ko'z qisishar, xiyonatkor shamol xoinona qiqir-qiqir kular edi. Bir mahal tepamga onam keldi. O'zimni uxlayotganga solib ko'zimni chirt yumib oldim. U anchagacha yonimda o'tirdi-da, sekin pichirladi. "Qo'yaver, o'g'lim, ba'zan shunaqasi ham bo'lib turadi, faqat sen." Gapining davomini eshitmadim. Eshitishni xohlamasdim ham. "Nima men?" dedim xayolan xitob qilib. "Men nima qilay? U ko'zing bu ko'zingni o'yaman desa, eng sirdosh kishilaring xiyonat qilsa, do'sting xiyonat qilsa, nima qilish kerak?" Birov xiyonatni shunchaki kasbga aylantirib olgani uchun, birov ishini bitirib olish uchun, birov hasad qilgani uchun xiyonat qilaveradimi? Shuning uchun bu dunyoni yolg'onchi dunyo deyishadimi? Unday bo'lsa yashashning nima ma'nosi qoldi? Qani ayting, nimaga ishonish kerak, kimga ishonish kerak? Yuragim gursullab urgancha xayolan shunday deb hayqirdim. Biroq vujudimni o'rtagan savollarga javob topa olmasdim. Onam esa jimgina peshonamni silab o'tirar. Qo'llari bilinar-bilinmas titrayotganini sezib turardim. Shunda to'satdan yana yosh bolaga aylanib qoldim. O'shanda akamning o'rtog'i aldab ketganida, sinfdosh o'rtog'im tuhmat qilganida, onamning yupatishlariga ovungandek. Qalbimning zulmat bosgan qaysidir burchagida ojiz ammo ishonchli bir nur yilt etdi. "Onang-chi? Onang hech qachon xiyonat qildimi senga? Biron marta aqalli, bir marta xiyonat qildimi? Har kim har kimning ko'ziga cho'p solishi mumkin. Har kim har kimga xiyonat qilishi mumkin. Faqat ona o'z bolasiga hech qachon xiyonat qilmaydi. Ehtimol inson hayotining shuncha yillardan buyon davom etib kelayotgani shundandir." Onamning bilinar-bilinmas titrab turgan qo'llarini tutdim-u, sekin labimga bosdim.